Prosta ishini rezinkali bo'lsa, shu agar zborkasi bir xil chiqishi uchun siz shu ishtoningizni, masalan endi ishton demaylik, shu bryukni 4 tarafidan ishini oldi, orqasi, ikki yonboshi и rezinkani 4 tarafini belgilab chiqamiz. Qo'shilgan tikini bo'ladi ish yerda. Shuni orqasini qo'yamiz. Masalan, orqasinikini, oldinikini belgilab olganimizdan keyin rezinkani 4 tarafini bir xillatib, bulavka bilan ildirib chiqamiz. Zborkasi bir xil chiqishi uchun, posadkasi bir xil chiqishi uchun odam kiygan vaqtida yana bu oldindagi choklari to'lanib ketmasligi uchun, orqasini choklari bir xil bo'lib turishi uchun belgilab chiqsak, o'sha chiqadi-da. Birinchi ishimiz agar karmanli bo'lsa, karmanini zakrovka etamiz, чтобы suyishib ketmasligi uchun ham joyida turishi uchun. Yana belgilab chiqdik. Sizlarga ko'rinishi uchun raznotsvetni bulavkalar bilan bulavkaladim. Yana обычно men boshqacha bulavka ishlataman. Bularni ham ishlatsa bo'ladi. Tak, tikuvchilikda ko'zingga ko'ringanini ishlatamiz deydi-ku, qistam turgan vaqtda. Yana 4 tarafidan belgilab oldik. Endi buni rezinkani tortib turgan holda tekizatib, har bir narsani bulavkadagi yerimizni tutib, tekizatib tikib chiqamiz. Lekin ina bir rezinkaga minmagan holda ina bir chetidan tikiladi.